Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Sharq Turkistondagi turma lagerlar kun sari aydınlaşmoqda. Xotanning Kiriyan oyisiga aydirim selinishi diqqat qo'zg'amoqda. Bishkeklik Uyg'urlar Uyg'ur madaniyat kuni faoliyati o'tkazdi. Trump Turkiya haqida bayonot e'lon qildi. Tövəndəki ixtilaf xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Uyghur agentlik xabarida Washington erkinlik məşili tor jurnalining xabar qilishicha, nisbatan yangi bo'lgan Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati nomidagi tashkilotning tadqiqotchilari Sharq Turkistondagi bir qism lager o'rinlarini jazmlashtirgan. Mazkur tashkilotning erkinlik məşiliga bildirishicha, Urumchi va Qashqarni markaz qilgan 124 lagerning jug'rafiyalik o'rni, ismi va xarakteri jazmlashtirilgan. Mazkur tashkilotning bayqashlari mustaqil tadqiqotchi Shavin Jang bilan Avstraliya Strategiya siyosat institutining ilgirki tadqiqot natijasining to'liq qilinishi bo'ladi ekan. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati qurg'uvchisi Salih Xudoyar mazkur jurnalga bu lagerlar faqat milliy qirg'inchilik lageridan iborat. Xitoy 21-asrdagi Holokost irqiy qirg'inchilik tayyorlik qilmoqda. Biz 124 lager, 193 turma, az bo'lganda 66 ming ton emgak lageri, 37 harbiy bazasini jazmlashtirdik dedi. Bu lager va turmalarga az bo'lganda 650 ming odam qamalganligini va o'zlarining yana davomli izlanganligini bildirgan. Xitoy hukumati Xotanning Kiriyan oyisiga yangi bir aydirim selishni qaror qilgan. Atalmish Xinjiang gazetining 16-iyul tarqatgan xabarda Kiriyan oyisiga yangi aydirim selish qarorini Xitoy Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti tekshirib tadqiq qilish natijasida bekitgan bo'lib, uningga markaz hukumatdan 7 milliard 600 million yuan mablag' selindiganligini, yillik yo'lovchi tashish miqdori 180 ming odam qitim bo'lish, yuk kirgizish chiqarish miqdori 400 tonna, uchish rayonining daraja ko'rsatkichi 4C, asosli qurilish uzunligi 3200 metr, kengligi 45 metr keladigan bir uchish-qo'nish yo'li, zil kirish yaqinlash sistemasi, 3000 kvadrat metrlik avasiya binosi va 6 aeroplan o'rnilik bekat supisi, bir qo'mondonlik munori va 800 kvadrat metrlik avasiya boshqarish binosi, yandash qurilish quruq turbasi, may bilan ta'minlash, tok bilan ta'minlash, o'tin mudofialanish, qutqizish, yordam berish qatorliq aslahalarni o'z ichiga oladi ekan. Texi yaqinda Xitoy taratqullari bu yil 2-iyuldan boshlab Xotan bilan Chongchang o'rtasida aeroplan qatnaydiganligini e'lon qilgan edi. Xitoy hukumatining yaqindan buyon Sharq Turkistonning janubidagi viloyatlardagi havo va tosh yo'l qatnashini dal 3 milliondan ortiq Uyg'ur qatorliq millatlarni yig'ib olish lagerlariga qamab, asli shahar yezilarda ota-bobolarimiz o'ltiraqlashib kelgan makonimizdan chat rayonlarga selingan atalmish amin uylariga majburiy ko'chirib, Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan joylar cho'ldarab qolganda kuchaytirishi diqqat qo'zg'agan. Chet eldagi Uyg'ur kuzatuvchilarining qarashicha, Xitoyning 2017-yil 2-oyda boshlangan umumyuzlik lager qamash harakatida Xotan asosliq zarba berish nishonlarining biri bo'lib, Xitoy hukumatining ichki o'lkalardan ko'plab xizmatchi xodim qabul qilib, ko'chman o'tkazadigan asosiy rayonlarning biriga aylangan. Navbatda Xitoy hukumati Sharq Turkistonda, bo'libmi janubdagi Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan rayonlarga sayohatchi jalb qilish tashviqotini hasilab oshirayotgan bo'lib, bu joylarga ko'plab Xitoy aholilarining kelib o'rinlashishi, makonlanishishi tashabbus qilinayotganligi, buning uchun qatnash sharoitlarini yaxshilashga ahamiyat berilayotganligi inkos qilinmoqda. On 4-iyul kuni Bishkek shahridagi Aziya Mall savdo markazining tashabbusi ham Qirg'iziston xalq ansambli, xalq qurultiyining tarkibidagi ittifoq jamiyatining hamkorligida Uyg'ur xalqining madaniyat kuni faoliyati o'tkazildi. Mazkur faoliyatga Yulduz, Uyg'ur milliy usul ansambli qatnashib, ko'rkam nafis chini usuli, raqs usuli va yana boshqa usullarni yuqori mahorat bilan o'rindab, tomoshabinlarni hayajonga soldi. Yulduz ansamblining badiiy rahbari Gulnaz Maqsudova Uyg'ur diyoridagi og'ir vaziyat tufaylidan Uyg'ur san'atini saqlab qolishda muhojiratlik Uyg'urlarning mas'uliyatining bak og'irligini tilga olib, Sharq Turkistonda Uyg'ur tili, madaniyati, ma'rifi va san'ati jiddiy xirislarga duch kelmoqda. Ko'plagan tadqiqotchilar, jumladan g'arblik tadqiqotchilar Uyg'ur madaniyatiga, Uyg'ur usullari, naqsh sozlari va adabiyotiga alohida ko'ngil bermoqda. Bu yil 7-iyuldan boshlab Bishkek shahridagi Aziya Mall savdo markazi do'stlik uy loyihasini tashabbus qilgan edi. Mazkur loyihaning tarmoqida har yakshanba kuni markazning ichida har bir millat o'z madaniyatini namoyon qilib, keng ommaga tanishtirmoqda. Uyg'urlar Qirg'iziston Jumhuriyatining har sohalarida zo'r tuhfalarni qo'shib, Qirg'iziston millatlari ichida alohida o'rin egallab, mazkur faoliyatga aktiv qatnashgan. Shundaqla Uyg'ur madaniyati, tili va urf-odatlari, milliy san'atini qo'g'dash va rivojlantirishga alohida ahamiyat bergan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Turkiya Rossiyadan setib olgan S-400 boshqarilgan bomba mudofaa sistemasi to'g'riliq bayonot e'lon qildi. Trump Oqsaroyda bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Barack Obama davrida Washingtonning Anqaraga vatanparvar nomli boshqarilgan bomba setib bermasligini tanqid qildi.
Shu vajidan Turkiyaning Rossiyadan S-400 boshqarilgan bomba mudofaa sistemasi setib olish yo'lida izlanganligini, Turkiya doiralari bilan bu vaqt suhbat ilib borganligini ta'kidlab, Turkiya bilan diplomatik munosabatlarimiz bor, ammo munosabatlarimiz intayin murakkab. Barack Obama hukumati Turkiyaga vatanparvar nomli boshqarilgan bomba setib bermadi. Turkiya bu vaqtda nihoyat zo'r tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin Obama hukumati setib berishga ko'ngil bilmadi. Shuning bilan Turkiya Rossiyadan S-400 boshqarilgan bomba mudofaa sistemasi setib oldi. Uni ko'rib davlatimiz hamda sizlarga vatanparvar nomli boshqarilgan bomba setib beramiz dedi. Lekin bu chaqda Turkiya Rossiya bilan allaqachon kelishim tuzib bo'lgan edi. Chunki Turkiya doiralarining davlatimizdan vatanparvar nomli boshqarilgan bomba setib olishiga izn berilmagan edi. Turkiya Shimol Atlantik ahdi tashkilotining a'zosi bo'lib, 100 dan ortiq vatanparvar nomli boshqarilgan bomba zakaz qilgan. Texmi ko'p setib olish planini tuzgan dedi. Turkiya va Cumhuriyet Reis Recep Tayyip Erdo'g'an bilan bo'lgan munosabatlarining nihoyat yaxshi ekanligini eskartgan Trump, Turkiya bizga nihoyat yaxshi pozitsiya tutib kelyapti. Turkiya Rossiyadan S-400 boshqarilgan bomba mudofaa sistemasi setib olishga majbur bo'lib qolganligi uchun biz Turkiyaga F-35 tipli urush aeroplanlarini setib bermaydiganligimizni aytib Turkiya doiralari nihoyat qiyin sharoitni boshdan kechiryapti. Biz bu nihoyat qiyin o'tganni boshdan kechiryapmiz. O qiyinchiliklarni qanday yengalaydiganligimizga qaraymiz. O yana Amerika Qo'shma Shtatlarining Turkiyaga F-35 tipli urush aeroplanlarini setib bermasligining bu aeroplanlarning ishlab chiqaruvchisi Lockheed Martin guruhining qattiq noroziligini qo'zg'ayotganligini. Chunki bu shirkatga nisbatan buning minglarcha kishini ishga o'rlashtirish imkoniyati yaratib berish degan huquqni bildirdiganligini so'zlarga ilova qildi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.